Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Dasturimizning bu galgi sonida biz siz bilan birgalikda farzandlarimizning immunitetini mustahkamlovchi 5 asosiy qoida haqida gaplashib o'tamiz. Va bundan tashqari farzandlarimizni gripp mavsumidan himoya qilish uchun ham ajoyib bir vosita bilan tanishtirib o'tamiz. Faqat videoni boshlashdan avval like bosishni unutmang hamda uni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Xo'sh, birinchisi bu bolangizni sog'lom ovqatlantirishga odatlantiring. Ya'ni uning ovqatlanish ratsioniga sabzavotlar, mevalar va butun donali mahsulotlarni qo'shing. Masalan, ismaloq, sabzi va malina kabi mahsulotlar bolangiz immun tizimini mustahkamlovchi ajoyib oziq-ovqatlar hisoblanadi. Ikkinchisi esa doimiy jismoniy faollik. Chunki jismoniy harakatlar tanadagi qon aylanish tizimini yaxshilaydi. Bu esa moddalar almashinuvini yanada tezlashtirish degani hamda immunitetni faol saqlashga yordam beradi. Shunday ekan, farzandlaringizni uyda o'tirishga emas, balki ko'chada ko'proq o'yin o'ynab, jismoniy faol bo'lishiga rag'batlantiring. Uchinchisi yetarli uyqu. Farzandingizga 10 dan 2 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida uyqu nihoyatda muhim hisoblanadi. Chunki uyqu tanani qayta tiklashga yordam beradi va uni infeksiyalardan himoya qiladi. Agar farzandingiz kechasi telefon ko'rib, titkilab, o'ynab o'tirishga odatlanib qolgan bo'lsa, unda tezda bu yomon illatlardan uni xalos qilishga yordam bering. Chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, uyqu farzandingiz immunitetini mustahkam bo'lishida nihoyatda ahamiyatli vositalardan bittasi hisoblanadi. To'rtinchisi bu to'g'ri gigiyena hisoblanadi. Ko'pchiligimizning farzandlarimiz ko'chada o'ynab kelganidan so'ng yoki bo'lmasam hayvonlarni ushlashi mumkin yoki biror bir predmetlarni ushlashi mumkin, qo'llari tez-tez kir bo'ladi. Va ular qo'llari kir bo'lgandan keyin esa uni og'zlariga solishi, biror narsani ushlab yeyishlari mumkin bo'ladi. Shunday ekan, farzandlarimizni tez-tez qo'llarini yuvib turishga odatlantirishimiz kerak. Bu esa bizga farzandlarimizni infeksiyalarni oldini olishga yordam beradi. Beshinchisi esa farzandingizni immunitetini mustahkamlovchi qo'shimcha vositalar hisoblanadi. Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, yaxshi odatlar farzandingiz immun tizimini mustahkamlashda nihoyatda muhim hisoblanadi. Lekin bunga qo'shimcha ravishda farzandingizga vitaminlar, vitamin komplekslar va shu kabi qo'shimchalarni ham berishingizni tavsiya etamiz. Mana shunday foydali qo'shimchalardan bittasi bu Swiss Brock kompaniyasiga qarashli bo'lgan Immunoprotector siropi hisoblanadi. Quyida esa biz ushbu siropning tarkibiy ingredientlari haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ushbu siropning tarkibida vitamin C bo'lib, bu kollagen hosil bo'lishida va umumiy immunitetni mustahkamlashda qo'llab-quvvatlovchi vitamin hisoblanadi. Yana esa sink, ya'ni rux moddasi bo'lib, bu oqsil sintezida ishtirok etib, bu ham immunitetni mustahkamlashda ishtirok etadi. Va bundan tashqari siropning tarkibida beta-glyukan, omega 3, kolostrum va asalari suti mavjud bo'lib, ushbu moddalar kasalliklarga qarshi himoya bo'lib, salomatlikni umumiy jihatdan saqlashga yordam beradi. Xo'sh, nega biz aynan Immunoprotector siropini tavsiya qilyapmiz? Sababi ko'pgina farzandlarimiz kasal bo'lganlarida turli xil dori vositalarini yoki qo'shimchalarni qabul qilayotganda ularning achchiqligi, tahrligi uchun ichishdan bosh tortishadi. Aynan Immunoprotector siropi esa o'zining shirin ta'mi bilan bolalar uchun nihoyatda xos hisoblanadi. Ayniqsa gripplar mavsumida. Hurmatli ota-onalar, agar ushbu mahsulot sizni qiziqtirgan bo'lsa, uning dozalari, uni kuniga qanchadan berish kabi masalalarni bemalol konsultantimizga murojaat qilib, batafsilroq ma'lumot orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling va albatta o'zingizni ehtiyot qiling.